Bo'lgan voqealarni dadam bilan oyimga gapirib berdim. Dadam biz yashayotgan tumanning ichki ishlarida faoliyat ko'rsatar edi. Bu voqealarni eshitib, dadam juda hayron qoldi. Bu ko'pni ko'rgan ayyor xotinga o'xshaydi. Qara, onasi yuziga yoki badaniga ursa ko'karadi-ku. Topgan uslubini qara, dedilar jahl bilan dadam. Voy, dadasi, bunga bir yechim topish kerak, dedilar kuyunganday bo'lib oyim. Eriga to'g'ridan to'g'ri aytolmaymiz. Bu masalani o'zi bilan hal qilamiz, dedilar. Bu voqeadan so'ng bir kun o'tib, dadam va oyim rahmatli Salomat opaning uyiga o'tishdi. O'gay ona o'zini hech narsa ko'rmaganday tutardi. Yaxshimisiz, qo'shni, deb so'rashdi dadam. Yaxshi, rahmat. Nima gap? Tinchlikmi? deb o'zini xotirjam tutdi. Go'yoki hech narsa bo'lmagandek. Men Muxtor akaning qizi bilan o'g'lini med ekspertizaga olib bormoqchiman, dedilar jiddiy turib dadam. Ekspertiza? Tushunmadim. Qanaqa ekspertiza? Nima haqida gapiryapsiz? dedi ko'zlarini katta-katta ochib o'gay ona.